Xo'p, shaharda odam bo'lsa, bu yerdagi qo'ni-qo'shnilari, gazlari, kommunallari qanaqaligini juda ham yaxshi bilishadi. Assalomu alaykum, Ziynat uy-joy savdo kuzatuvchilari. Bugungi manzilimiz 5 bola avtoturisti shundoqqina ro'parasidagi mahallalarda yo'lda yuzidan taxminan 50 metr ichkarida. Juda ham zo'r joyda ko'rib turganingizdek 228 kvadrat, ya'ni 2 sotidan jicha oshiqroq bo'lgan pusto yerim sotilyapti. Diqqat qilasizlar, eng yaxshi jihatlaridan biri uyda 3 dan 1 qism bo'lganligi uchun sirazi muammosiz nomingizga o'tadi xohlasa. Xo'p, mahallamiz shundoqqina asfalt, yangi asfalt qilingan. Ya'ni eng chotki zo'r bir tarafi GRP 10 metr naryoqda GRP. Bu degani gaz 24 inshaalloh 24 soat, yil 12 oy inshaalloh VIP xudo xolasa. Kanalizatsiyasi mavjud. Kanalizatsiya bor, sentralniy kanalizatsiyaga ulangan. Suv svetlardan inshaalloh muammo yo'q, xudo xolasa. Bemalol chiroyli holatda qurilish qilib kirsangiz bo'ladi. Xo'p, bu pusto yerimizni bugungi kundagi bahosi 17,000 AQSh dollariga berib yuboramiz deyapti. Inshaalloh quyidagi raqamlarga bemalol telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum.